Iffat serialining 29 qismi 2025 yil 6 noyabr kuni soat 19 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi. Bu safar tomoshabinlarni yana his-tuyg'ular girdobi kutmoqda. Dard, sadoqat va chin muhabbatning kuchi sinovdan o'tadi. Har bir yangi qism bilan Iffat oddiy muhabbat hikoyasi emas, balki insoniy matonat, gurur va yurak o'rtasidagi tanlov haqida chuqur drama ekanini isbotlamoqda. Kamron va Shirin kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va sabr talab qiladigan yo'ldan o'tishadi. Bu yo'l ularni yanada kuchli qiladi. Serial ijodkorlari hissiyotlarni mahorat bilan yetkazishadi. Nigohlar, jimjitlik va nozik tafsilotlar orqali tomoshabinni voqealarga chuqurroq singdirishadi. Ayniqsa, qahramonlarning nafaqat muhabbat, balki o'z qadr-qimmati uchun kurashlari tomoshabinga ta'sirli lahzalarni tuhfa etadi. 29 qism voqealari burilish nuqtasiga aylanadi, sinovlar og'irlashadi, tuyg'ular esa yanada chuqurlashadi. Har bir daqiqa bir savolni eslatadi: haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli? Iffat bu samimiylik, sadoqat va yurakdagi orzularni aks ettirgan eng ta'sirli o'zbek seriallaridan biri bo'lib qolmoqda. Har bir qism tomoshabinni o'yga toldiradi va keyingi uchrashuvni intiqlik bilan kutishga majbur qiladi.